Yaxşı lokasiyadan 2 sotikli ipotekani arzondan, tayyordan so'ragan obunachilarimiz uchun bo'ladi bu video. Assalomu alaykum, hurmatli Bo'ston Makler kanali obunachilari. Bugungi obzorimizda 2 sotikli ipoteka bo'ladi, tayyor, arzon bahoda. Manzilimiz oldindan aytib o'taman, Ellikqal'a tumani, Bo'ston shahri, Iqbol mahallasi, Bahor ko'chasida bo'ladi. Orientir bu tarafdan Paxtakor ko'chadan kirib kelsanglar bo'ladi, bu tarafdan Pillakor ko'chadan kirib kelsanglar bo'ladi. Bahor ko'chasi 46-joy. Ko'rib turganingizdek, qo'shnilari eshiklarini oldidan shuni chiroyli etib naves etib ishlab qo'ygan ekan. Siz ham xudo xolasa eshikni oldidan shuni chiroyli etib naves etib katta etib ishlab qo'ysangiz bo'ladi. Uyni ichlari bilan tanishib chiqamiz. Ko'chadan shunday kirganimizda keyin hol bo'ladi. O'ng taraf, chap tarafimizda 2 xonasi bor. Birinchi xona bilan tanishib chiqamiz. Bu zal bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, razmerlari katta. Wi-Fi'lar o'tgan, gaz, svet, suv, Wi-Fi'dan umuman problema yo'q. Ikkinchi xonamiz. Bu tarafimizda spalni bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bundan razmerlari katta, ko'cha tarafga qaragan oynasi bor. Ikki xonamiz bilan tanishib chiqdik. Holning oxiridan borganda chap tarafimizda yana bir spalni bor. Ko'rib turganingizdek, bu xonamizdan razmerlari keng, orqaga qaragan oynasi bor. Spalnining to'g'risida sanuzel bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, banyo tualetlari ichida 80lik areston yaqinda qo'yilgan ekan. Issiq suv, sovuq suvdan muammo yo'q deb aytib turibdi egalari. Yana bir qo'shimcha ma'lumot tarzida aytib o'taman. Bu uyimizga ham yer krant, ham vodoprovod tortilgan ekan. Ko'cha tarafdan kirganda zal bilan tanishdik. Bu tarafimiz bir spalni, bu tarafimiz yana bir spalni. Sanuzel bilan tanishdik. Holning oxirida ko'rib turganingizdek, qo'l yuvish uchun rakvinalari bor. Issiq suv, sovuq suvdan umuman problema yo'q deb aytib turibdi egalari. Holning oxirida ko'rib turganingizdek, kuxnyaga kiriladi. Kuxning mebellari, gazlari, vitishklari qoladi, egalari aytib turibdi. Xolodilniklarni bitadigan. Bu tarafdan orqa tarafga chiqish eshigi bo'ladi. Hozir orqa taraflardan bir chetdan tanishtirib ko'rsatamiz. Ko'rib turganingizdek, gazdan umuman muammo yo'q. Qishin yozin egalari gazdan qiynalmaymiz deb aytib turibdilar. Orqa tarafga chiqqanimizda ko'rib turganingizdek, orqa taraflari keng bo'ladi. Bu tarafimizda kotelxonasi. Gazlar yonib turibdi. Ozgina gaz bilan ham uyimiz iviz bo'lib turibdi. Uy egalari qishin yozin gazdan umuman muammo yo'q deb aytib turibdilar. Ko'rib turganingizdek, gaz sho'chklari ham shunday deb chot ketib ishlanib turibdi. Orqa tarafimiz ko'rinishi shunday ko'rinishda bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, letniy dushlar ham ishlangan. Bu tarafimizda bir sklati, kladovkasi, bu tarafda letniy tualeti bo'ladi. Bu yerda endi tandirxona qursanglar ham bo'ladi, gaz turbalari bor. Bu orqa tarafındagi pazarning xoti. Ko'rib turganingizdek, mana orqa tarafdagi pazarning xoti. Bu tarafimiz kladovkasi. Joyimiz bahosini arziydi, normalniy bahoda, gaz, svet, suv, Wi-Fi'dan umuman problema yo'q. Muhimi yaxshi lokatsiyada. Ko'rib turganingizdek, mevali daraxtlar ham bor. Uyimizning old tarafida shunday yerlar ham bor. Ko'rib turganingizdek, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, joyimiz ichlari bilan tanishib chiqdinglar. Narxini keladigan bo'lsak, narxi 265 million so'm. Xayrina 1-2 so'm qaytiladi. Agar mamoda 265 million pulim yo'q deyotgan bo'lsanglar, 200 million so'm egalariga berib, izindagi 65 million so'm kreditni davom ettirib ketsanglar bo'ladi. Oyina 1 million 200, 1 million 100 dan to'g'ri keladi ekan, kamayib boradi ekan. Manzilimizda yana bir marta to'liq eslatib o'taman. Ellikqal'a tumani, Bo'ston shahri, Iqbol mahallasi, Bahor ko'chasi, 46-uy. Bu tarafimizdan Paxtakor ko'chadan kirib kelsanglar bo'ladi, bu tarafimizdan Pillakor ko'chadan kirib kelsanglar bo'ladi. Eshigingizni shuni chiroyli naves etib ishlab olsanglar ham bo'ladi. Hammaga rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.